Agar erkakga do'st bo'la olmasanglar, sirdosh bo'la olmasanglar, u gapirmasdan oldin kayfiyatidan ichida nima o'tayotganini his qilib o'sha vaziyatga moslasha olmasanglar, любой ichki kiyimlar, любой lyuksoviy variantidagi ham, любой mana bu intimniy narsalar ham oranglarni mustahkamlab bermaydi. Eng birinchi o'rinda bir-biriga ishonch, itoatda chiroyli varianti, u qullik varianti emas, chiroylisi. O'zinglar ham, ular ham davolli bo'ladigan itoatda gapiryapman men. O'shana qilib faqat va faqat oilalarni asrashinglar mumkin. Hech kim sizlar uchun hech narsa qilib bermaydi. Hamma o'z mahsulotini, o'z kursini, o'zini kosmetikalarini, o'zini ro'mol, intimniy narsalarini o'tkazish uchun sizlarga har xil narsani savet beradi. Lekin haqiqiy o'zliginglarga quloq solsanglar, o'sha o'zlik aniq tiniq yo'lga olib boradi baxt yo'linglarga. Hammaga quloq solgandan foyda yo'q.